obunachilar, yana sizlar bilan men Driver, men yangi YouTube kanalda yonma-yo. Bizda shaharda ham odam bor ekan. Adashib yutdim, qishloq. Yonma-yo Merlin 5 ga kim edi endi bu? Brat. Brat, to'xtama. Yoshing nechida qo'yag'i? To'xtang, hay jo'ra bo'laylik endi, noz qilmang. Qishloq. Yetul, qandaysan? Yaxshiman. Aka, shitirlar bilan dugona bo'lmayman-ku. Yaxshi, o'zingiz qanday? Zo'r. Nima qilyapsiz? Mo kutni qarada, mo kutni qarada. Tushunmadi. Uy qurmoqchiman. Voy, bu qishloqdan uy qurmang, boshqa joydan quring. Bu qishloq bizlarga ota meros bo'lib qolgan. Voy kut qarada. Mo bilan do'st bo'laman desam, mo gandini qishloq bilan do'st bo'lib ketdim. Kutmang endi. Noz qilmang endi. Ketdiga qishloq nariyog'idan sal qishloqqa yaqinroq joydan uy quramiz. Bizni akamiz ham. Driver cho'ra, qandaysan? Aka adashib ketdingiz, meniki Driver. Ketdi. Aka Toshkentlikmisiz deymanda cho'tta. Ovozlar tortib ketyapti-da. Aka uzr. Keyin tarafshatamiz. Men ketdim, hozir jitillar bilan tanishib kelay. Bizni bir atimiz. To'xta. Rasmga tushib olaylik aka, rasmga. Qandaysiz? Qanday, yaxshimisan? Rasmga tushib olaylik deganim. Onda shefsizlik bormi? Tushmadik rasmga. Fotosessiya nexuy kerak. Bunday qilamiz bo'ldi, tushdingiz. Tushunammi? Qanday tushdim? Kulib tushdimmi? Bora buzilib ko'rmadimmi? Aka, bitta gap aytsam xafa bo'lmang, ziqna bola chekkansizda bor-ku. Voy jalal. Urmang endi, mo Merlin akani qorada bila. Aka, endi noz qilmang, keng qani endi. Men qo'lashmacha o'ynamayapman, to'xtang. Kutingga beray deb akida. Men akidasin. Qo'yaq turib qo'yma hozir orqangga bor. Qo'yaq. Xullas qo'yaq. Karuvchi kimniki bo'lsa ham uxlaman shunga. Kimang, qo'rqitmang odamni deb qo'rqitmang, turib qoling. Cho'tta mayda borki sal remont qilmasa cho'tta bu uyda ahvoli itdan bitdan battar bo'lyapti-ku. Yo'q, bu uy bo'lmaydi. Qo'yag'i bo'lishmasda endi. Merlin endi unda yaqin do'st bo'ldi ekan-da. Akam desam bu bo'lsa gandini menga tuzoq qilib. Jitel aka, bu kim edi? Soliqchimisiz aka? Ha, soliqchiman, soliq berasing. Dinda qo'y qishloqdan qurib berman. Aka, endi o'zi bugun kelganman, uyim ham yo'q, sizga qaydan soliq beraman? Bitim yo'q. Nalba yo'q, soliqni berasan, menga farqi yo'q. Aka, siz birinchi bo'q tepdingiz. Qoch! Men yotoq yasaydigan bo'ldimmi deymanda, baxki qo'yar. Xullas qo'yar. Xafa bo'lmaylar. Yo'q, qishloq qo'ylar, kimniki bo'lsa ham rozi bo'lsin. Merlin, qatdasan qo'yag'i deganimni eshitib qolsami? Kutim 2 ga yetib, burchakka tiqib qo'ysa kerak-a? Qo'yaq, qayerdasan, Eshitib qol, cho'ta eshitib qol. Aka, uzr. Dedik eshitganmisiz, dedik. Lekin men uzr so'ramayman. Yo'q, bana aka uy quraylik, bunda yurish bekorga. Aka urush bu yoqda tursiz hozir. Aka rozi emasman, bir tekis. Men ketdim qishloq bilan jo'ra bo'laman. Qoch. Yirta oz. Aka jonim kam qolgan. Qanday qishloqqa? Zo'rmisiz? Zo'rman-ku, bo'lyapti-ku. Urmang. Adam qo'yog'i kim joyidan berasa uryapti. Men qarab turibman. Qaysi qo'yog'ligini bilmadim, lekin bir qo'yog'i. Qo'zima. Ma qo'yog'i kimligini bilmadim. Kutiga tiqib ketyapsan. Ko'rdingmi, ko'ting bor ekansan. Yaxshi tanishlik bilan. Meni erim bor. Basharangga oyog'im. Boshimdan qo'yib. Erimga aytaman, xo'sh.
Ketadi, shu kelishmayapti bas. Qo'naman Merlin aka. Menga bittasini yer qo'yib qilyapti. Asal yordam bering ey. Aka lekin buni sakrashdan foyda nima? Aka yarimta jonim qolgan, yana bitta o'ring bu dunyodan badarg'a bo'lib ketdi. Borka aka, bu video hazil-huzul bilan bo'lib ketdi-yu, menimcha akalar bu shu hazil bilan shu narsalar uchun obuna bilan like iflan chiqmasin. Ya aka uzr. Kallangiz o'yag'im. Ya aka Narsalarni sindirib. Avvalgi narsalar.